dildan sevgimni izhor etar edim go'zal yor. Eshitging kelmay so'zim yo'q degan eding takror. Kechalari uxlamasdan hech kimsaga ishonmasdan bir kun sevib qolarsan deb o'yladim tinmasdan. Bekorga meni qiynading, bekorga nozlar aylading. Keladi ketadi bu sevgi deb sen xatolar o'ylading. Bekorga meni qiynading, bekorga nozlar aylading. Malayilni bo'lding-u sevgimga zor edi zor zing. Tunda yulduz osmonda marjonlardek terilar. Chin muhabbat yurakka faqat bir bora berilar. Sevgim qadrin bilmasdan, hislarimni tushunmasdan, qalbingga sirdosh topmasdan sen o'zingni qiynaysan. Bekorga meni qiynading, bekorga nozlar aylading. Keladi ketadi bu sevgi deb sen xatolar o'ylading. Bekorga meni qiynading, bekorga nozlar aylading. Malayilni bo'lding-u sevgimga zor edi zor zing. Bekorga meni qiynading, bekorga nozlar aylading. Keladi ketadi bu sevgi deb sen xatolar o'ylading. Bekorga meni qiynading, bekorga nozlar aylading. Malayilni bo'lding-u sevgimga zor edi zor zing. Aferin. Bravo, katta rahmat. Deymiz. Qadrli do'stlar, studiyamizning navbatdagi mehmoni taniqli, iste'dodli ijodkor, do'stlik ordeni sohibi Sherzodbek Davronov edi. Assalomu alaykum, Sherzod aka. Assalomu alaykum, Sherzod aka. Xush kelibsiz. Rahmat. O'zlari charchamayapsizlar. Salomatmisiz? Xayrli bo'lsin deymiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Ijodlar bilan yoz, qaynoq mavsumda charchamayapsizmi? Yo'q, charchashga vaqtimiz yo'q. Chunki ijodkor doim ijodda. Albatta. Rahmat. Endi nima deydi? Ijod hech qachon u ob-havo yoki fasl tanlamaydi. Mavsum tanlamaydi. Mavsum tanlamaydi. Shuning uchun doimo ijoddamiz. Har bir hayotimiz lahzasidan, har bir go'zalligidan bahra olib, shu ilhom parilarini qo'lga olib ijod Siz bilan ko'rishganlar naqadar baxtli, ko'risha olmaganlar bugun sizni qarab turibdi. Bugun televizor orqali ko'rishaman, salomlashaman deb bemalol muxlislarga salomlarini yo'llab, so'rashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz mana Toshkent telekanalining muxlislari. Sizlar bilan mana bugun mana shunday bir ajoyib kunda ko'rishib turganimizdan baxtiyormiz. Albatta mana shu kunlarda o'tayotgan har bir lahzangiz baxtga to'lsin, quvonchga to'lsin, chehrangizdan tabassum, labingizdan kulgi arimasin. Albatta. Qadrli do'stlar, biz suhbatimizni davom ettiramiz va qaynoq kayfiyatni sizga ulashamiz. Lobarxon, Suhbatimizni boshlaymiz desangiz ham bo'laveradi.
Va avvalambor mukofotlar muborak bo'lsin deymiz. Shu bilan birgalikda bunday mukofotlarga sazovor bo'lish juda katta mashaqqatni talab etadi. Do'stlik ordeni sohibi, Nihol mukofoti sovrindori bo'lish va hattoki madaniyat va san'at fidokori sovrindori bo'lish hamma uchun emas. Albatta, bunday mukofotlar mas'uliyatli bo'lishni zimmangizga yuklaydi, to'g'rimi? Albatta, albatta. Nimalarni his qilgansiz shu mukofotlarni qo'lga kiritganingizda? Avvalo biz ko'rik tanlovlardan boshlangan mana ijodim. Hozirgi yoshlarimizga qo'shiq aytish kerak desa, tez qo'shiq qilib yulduz bo'lishga harakat qiladi-da. Biz unaqa yulduz san'atkor bo'lishga unaqa intilmaganmiz. Birinchi o'rinda san'atni asl maqsadini, san'atni o'sha o'zingizda ko'ra bilish, san'atni xalqqa taqdim etish va albatta mana shu o'zbek san'atini faqat O'zbekistonda emas, boshqa davlatlarga ham olib chiqib, uni targ'ib qilish bo'lgan maqsad. Va ana shu maqsadimiz bilan hozirgi kungacha yashab kelyapmiz. Mana o'tgan yili ham Norvegiyada, Islandiyada bo'lib o'tgan o'sha O'zbekiston kunlari, madaniyat kunlarini o'tkazib, shu O'zbekistonimizni madaniyatini, faqat san'atini, nafaqat san'atini, madaniyatini ham ko'rsatib kelishga musharraf bo'ldik va albatta ular O'zbekistonni bilishadi, lekin uni qanchalik darajada go'zalligini, qanchalik darajada madaniyatga, san'atga boy ekanligini ular ko'pchiligi bilishmaydi. Biz o'shani targ'ib qiladigan madaniyat va san'at xodimlari bo'lamiz. Albatta. Sherzod aka, mana bayram yaqin, mustaqillik bizning 35 yilligi juda ham tayyorgarliklar boshlandi hozir. Keling, hozir ko'ngil juda ham qo'shiq qistab turibdi-da, shu qo'shiqlarni eshitsak degan suhbatni davom ettirsak. Hozirgi aytadigan qo'shig'im bu premyera bo'ladi. Bizda ilk marta, birinchi marta. Ilk marotaba bu qo'shiq aytilyapti. Bu qo'shiqning muallifi hozirgi kunda o'sha Rossiya san'atida, chet ellarda o'zini san'ati bilan ko'rinib kelayotgan Sheroston deydi, Sherzod Ostonov bizni o'rtog'imiz. Shuni musiqasi bilan, Ibrohimjonov so'zi bilan Sen deb nomlanadi. Mana shu Unda bo'lsa eshitamiz. Premyera qilamiz. Badiiy sahnamizga taklif qilsak. Marhamat. Bir tomchi shabnam ichrar, aks etadi keng osmon, ko'z yoshida esa aks etar qalblardagi bu armon. Bir lahzaga ham hayot bir xilda bo'lmas aslar, bu har soniyada o'zgarar hatto dunyo. Sen mening osmonim, mening armonim, mening yuragim. Faqat sen mening hayotim, mening qanotim, mening quvonchim. Sen bir tomchi ham dengizda kuch beradi to'lqinga. Sen esa mening butun borlig'im, keraksan har doim o'zimga. Sen mening osmonim, mening armonim, mening yuragim. Faqat sen mening hayotim, mening qanotim, mening quvonchim.
oshiq sensan shirin xayolim sen mening osmonim mening armonim mening yuragim faqat sen mening hayotim mening qanotim mening quvonchim sen Bravo desak ham bo'laveradi. Ofarin, Bilasizmi, qasamdor. bulutlar ustida suzgandek, uchgandek bo'ldi. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Haqiqatan ham Sherzod aka juda ham go'zal qo'shiq bo'libdi, so'zlari, matnlari va eng zo'r nuqtasi o'sha qo'shiqning aranjirovkasi alohida bir mavzu. Ovozga esa gap bo'lishi mumkin Albatta, emas. sen qo'shig'i Sherzodbek Davronovdan bugun ilk marotaba 28-iyul sanasida Salom Toshkent dasturida premyera bo'ldi do'stlar. Bizda faqat birinchisi bo'ladi. Bu qo'shiqni g'oyasi kimdan chiqdi o'zi? O'zingizmi yoki bo'lmasam kimdir taklif qildimi sizga? O'sha Sherzod Ostonov do'stimiz O'zbekistonga tashrif buyurgandilar. Bundan bir 4 yil avval. Kelganda shu qo'shiq endi O'zbekistonga kelganda ular hozirgi kunda boshqa chet el tillarida, ingliz tilida, rus tilida ko'proq qo'shiq qiladi. O'zbekistonga kelganda nimagadir o'sha ilhomi kelib shu qo'shiqni yozgan ekan. Shuni senga taklif beraman, zo'r sen ovozingga zo'r tushadi, mana shu qo'shiqni aytsang. Xuddi siz uchun yozilgandek. Xuddi shunaqa. Shu yo'nalishlarimiz o'xshaydi Ostonov bilan deb shu qo'shiqni menga taqdim etdilar. Albatta bo'ldi qo'shiq aytaman deb turib, lekin bu bagajda turgan edi. Lekin o'sha aranjirovkasini qilishga vaqt bo'lmay, mana hozir Zaxirada turgan qo'shig'ingiz bo'lgan. Zaxirada turgan qo'shiq edi. Mana bugungi kunda shuni aranjirovka qilib, mana xalqimizga taqdim etdik. O'ylaymanki, ularning ko'ngillaridan shu joy olsa ajab. Albatta, juda ko'plab olqishlarga sazovor bo'lgansiz degan umiddamiz. Sizni manyeringizga, sizni ijodingizga ko'proq mana shu janrdagi qo'shiqlar juda ham qolipiga Mos keladi. O'zi aniga sho'x qo'shiqlar ko'proq ijro qilasiz, lekin sokin mana shu tushadigan, umuman sizni tashqi ko'rinishingiz ham va aytish uslubingiz ham aynan mana shunaqa qo'shiqga juda ham mos tushgan. To'g'ri, o'zi shunaqa qo'shiqlar bilan tanilganmiz o'zi. Birinchilar shunaqa edi aslida. Keyin ko'pchilik nimaga faqat mavzu qo'shiqlar aytasiz? Biza sizni bunaqa to'ylarga ham chaqirmoqchi edik, sho'x qo'shiqlar ham ayting degandan keyin sho'x qo'shiqlar ham repertuar o'zgarib ketdi. Repertuarga kiritishga to'g'ri keldi. Lekin baribir o'sha ijodkor repertuarida har xil qo'shiq bo'lishi kerak. Rostdan ham men shu yo'nalishdagi qo'shiqlarni o'zim ham mazza qilib aytaman va albatta qalbimdan his qilaman shu qo'shiqlarni. Sherzod aka, bilasizmi, men har safar xonanda tashrif buyurganda studiyamizga albatta ulardan efirimiz jonli bo'lgani uchun jonli ijroda qo'shiq so'rayman, chunki o'zgacha muhit, o'zgacha bir atmosferani olib kirish uchun ayni damda bizga qanday qo'shiqni kuylab bermoqchisiz jonli ijroda? Endi ustozlar repertuariga murojaat qilamiz. Masalan, Botir Zokirov qo'shiqlari, Yalla guruhining qo'shiqlari juda yoqtiraman. Yoshligimizdan kuylab kelamiz. Keling, nima deydi? Ko'pchilikka manzur bo'lgan Любимые глаза degan qo'shiqlari bor Yalla guruhini va buni undan oldin ham ustozlar, ulardan katta ustozlarimiz ijro etishgan. Воды Арика бегут, как живые, переливаясь, журча и звеня. Возле Арика я помню впервые глянули эти глаза на меня. В небе блещут звезды золотые, ярче звезд очей твоих красок. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Где бы... Ofarin, kasalom, bravo.
jonli ijroga jonli qarsaklarni biz davomli chalamiz. Go'yoki oldinda hozir Farruh bilan uchrashib o'tgan Yalla guruhi. Shunaqa qo'shiqlarni ko'p ijro etganmiz, ovozlarimiz ham o'xshaydi. Ustozlarning ijrosi hech qachon o'lmaydi. Bu yil Yalla guruhini katta bir konserti bor. 2026-yilda bemalol o'sha shogird sifatida ham, muxlis sifatida ham albatta konsertga tushishga harakat qilsak bo'ladi. Uzoq asrlik katta konsert. Sherzod aka, mana siz sahnada boshqa insonsiz, hayotda umuman boshqa insonsiz-da. Aynan mana shu hayotda juda ham samimiy, shu bilan birgalikda kirishuvchan, gapga usti desak ham bo'laveradi sizni, lekin sahnada birozgina jiddiyroq ko'rinasiz. Buning sababi nimada? Endi nima deydi? Odam kirishimli deyapsiz, mana qo'shiq qanaqa mavzuda ketsa, o'sha qo'shiqqa kirishib qoladi-da. San'atkor nima deydi? O'sha muhitga tushib qolgandek o'zingizni his qilasiz. O'sha muhitni baribir ijro qiladi. Qo'shiq sho'x bo'lsa, sho'xni ichiga kiradi. Agar qo'shiq ma'yus bo'lsa, o'sha ma'yuslikni qalbida o'sha narsani his qilishga harakat qiladi. Bu narsani qanchalik darajada chiqarib berayotganimizni endi muxlislarimiz uni, tomoshabin uni hal qiladi, qanaqa ijro etib berayotganimizni. Chunki san'atkor faqat nafaqat ovoz bo'yicha, u balki sahnada ham aktyor. U o'sha aktyorlik qobiliyatini ham ishga solish kerak. Mana shu ko'rik tanlovlarimizda ham o'sha aktyorlik qobiliyatiga alohida e'tibor berishadi-da. O'sha qo'shiqni mavzusiga kirib, o'shani his qilib aytishni, ko'zdan chiqarib berishni eplagan ijodkorga alohida e'tibor beriladi. Sherzod aka, men sizni o'sha boshqa joyda bir intervyularingizni ko'rdim, kuzatdim va tadbirlarda ham bo'ldim. Shu do'stlik borasida ko'p gapirgan ekansiz-da. Va bir savol tug'iladi, oxirgi marta qaysi do'stingiz bilan chin dildan maroq bilan suhbatlashdingiz? O'zi do'stlar borasida qo'shiqlar bormi? Yo do'stlar mavzusiga qanday qaraysiz o'zi? Do'st bo'lgan yaxshi, albatta. Do'st endi masalan do'stlar ijodiy do'stlar, do'stlar ulfat do'stlar deydi. Yoki bo'lmasa lekin bir haqiqiy do'st bitta bo'ladi. Yoki biznes do'stlar deydi. Bu do'stlarimiz. Lekin men o'ylayman, insonning haqiqiy do'sti uning ota-onasi, aka-ukasi. Buni men internet sahifalarida ham qo'yganman va albatta yana bir bor aytaman. Siz uchun jonini kuydiradigan, siz uchun jonini beradigan sizning ota-onangiz, siz uchun qalbi kuyadigan sizning aka-ukangiz, ulardan yaqin do'st topa olmaysizlar. Ha, albatta. Do'stlar haqida hali qo'shiq qilmaganman, lekin do'st haqida qo'shiq qilish niyatim bor. Qo'shiqlar qilib qo'yganman, ideyalari bor, lekin haligacha nima sabab bo'lmoqda olib chiqmaslikka shu mavzuni? Endi nima deydi? Do'st haqida qo'shig'larimiz ko'p. O'shalarga o'xshab qolmaslikka harakat qilyapman. Ko'nglingiz to'lmayaptimi yoki? Yo'q, ko'nglim to'lmayapti. Men o'sha do'st haqidagi qo'shig'im boshqalarga o'xshamaydigan alohida bir eksklyuziv variantda bo'lishini xohlayman. Mavzu o'sha, lekin o'zining vaqti soati bor. Men o'sha mukammal darajaga yetkazsam, keyin Xudo xolasa taqdim etamiz. Albatta vaqti soati bilan taqdim etilgan qo'shiqlaringiz ham talaygina va hozir ayni damda mana shu badiiy sahnamizda shunday qo'shiqlaringizdan birini kuylab bersangiz. Va vaqt borasida har bitta qo'shiq o'zini o'rnini hayotda o'sha muxlisini topguncha vaqt kerak bo'ladi. Har bir o'zini o'rnida portlaydi hamma. Ijodkor ham o'zini vaqtida gullaydi, davrlarga chiqadi va o'sha o'zini mashhurligi o'sha vaqtda bo'ladi. Va Salom Toshkent dasturining ham hozirgi daqiqalari tugash vaqtini bizga eslatishmoqda rejissorlarimiz. Sherzod aka, shu fursatdan foydalangan holatda sizga biz rahmat aytamiz, minnatdorlik bildiramiz, ijodiy parvozlar tilaymiz va yaqinlashib kelayotgan mustaqillik bayrami sizga va barchamizga muborak bo'lsin deb qolamiz. Yana kelgusi dasturlarda bayramona kayfiyatda siz bilan o'sha do'stlik mavzusidagi qo'shiqda do'stona suhbat qilishga biz albatta yaxshi niyat qilamiz. Albatta ijodingizga ulkan muvaffaqiyatlar yor bo'lsin deb qolamiz. Sizlarga ham rahmat. Ijodiy barkamollik. Suhbatimiz chiroyli bo'ldi, yaxshi savollar bo'ldi. Sizlarga ham katta rahmat. Marhamat, yurtdoshlarimizga tilaklaringiz bo'lsa aytishingiz mumkin. Mana shu yaqinlashib kelayotgan bizni 35 yillik bayramimiz bilan barcha azizlarimizni, barcha shu teletomoshalarimizni tabriklaymiz va albatta ushbu qo'shig'imizni bayram tabrigi sifatida qabul qilamiz. Qadrli do'stlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Boshlangan kun davom eting.
o'qlar otib qoshi kamondan qon to'kar mujgonlari bag'rim tomondan jolalar o'qlar otib qoshi kamondan qon to'kar mujgonlari bag'rim tomondan hajridan holim yomon qolmadi sabrim hajridan holim yomon qolmadi sabrim keldi holim surmadi rangi samondan keldi holim surmadi rangi samondan yondirasanmi jonim kuydirasanmi 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 Bilen bugün Toshkent kayfiyat yuqori Salom Toshkent Salom Toshkent